Marhamat, bizning kompaniyada ishlab daromad qilayotgan kishilar bilan Har kuni tanishing. ko'plab odamlar internet tadbirkorga aylanmoqda. Asosiy sabablar nima? Yuqori rentabellik, tez natija, ko'proq bo'sh vaqt, belgilangan maqsadlarga erishish qobiliyati. Qanday boshlash kerak? Biz sizni Be Free marketing kompaniyasi bilan tanishtiramiz. И я тебе дам всю информацию, как я сама работаю в этом проекте уже второй год, и научу тебя. Men Ro'zmetova Gulnaz Sadullayevna Xorazm viloyati Gurlan tumanidanman. Befri kompaniyasidan $150 stol sotib oldim. Только у нас в проекте ничего сложного. Диплом не нужен, образование не нужно. До 80 лет, пожалуйста, включительно. Переходите, я вам дам полную информацию там. Litsenziya va muvofiqlashtiruvchi sertifikat mavjud. Uni tekshirib olish mumkin. Albatta, internetda bu ochiq ma'lumot bemalol kirib, davlat reyestriga tekshirib olish mumkin. Demak, bizda ochiq yuzli biznes. Bu 100% insonga pul to'laydi bizning kompaniya. Mana o'zim daromad qilib shu kompaniyada juda ham xursandman. Kirganimga ming afsuslanmayman, xursandman. Mana kirib ko'ringlar. Shuning uchun qila olmayman degan tushuncha aqlni qulflaydi degan ibora bor va bu haq gap. Mening ismim Shoira. Bugun men Befri kompaniyasidan $155 biznes stol sotib oldim. Niyatimiz shu yaxshi niyat qilib yo'lga chiqdikmi? Bir katta yo'lga chiqqan bir kichik karvonmiz. Inshaalloh shu yo'ldan qaytmaymiz. E'tibor bilan qarasam, kompaniyamizning partnyorlarning asosiy qismi biz pensionerlar ekanmiz. Yomon xayoldan, yomon fikrdan qochish kerakmi? Hamisha yaxshi fikrda bo'lish kerak, yaxshi gumonda bo'lish kerak. Marrani yuqori olish kerak. Chunki uning barokatini, fayzini, natijasini berguvchi Alloh bo'lgandan keyin nima uchun Allohning ishini o'zimiz zimmamizga olib qo'yamiz? Chunki men bugun juda ham xursandman. Men bugun $450 daromad qildim. Juda ham xursandman. To'g'risi, kirganimga va afsuslanmayapman. Bizning kompaniyada bir kunda $150, $450 daromad qilishingiz mumkin. Xohlaysizmi? Marhamat, profilimda raqamim bor, Telegram lichkam bor. Bosing, men bilan bog'laning, o'rgataman.